Murod bu Yamandagi viloyatning nomi. Ha, men Murodlikman. Siz Qaranlikmisiz? Qaran bu qabilaning nomi. Ha, men Qaranlikman. Sizni otingiz Uvaysmi? Otangizning oti Omirmi? Ha, meni otim Uvays, otamning oti Omir. Sizni qo'lingizda oqingiz bormidi? Tangada qolib tuzalganmidi? Hazrat Uvays Qaraniyning qo'llarida tangadak oq qolgan ekan. Shu qolib tuzalganmidi? Ha, tuzalgan edi. Sizni onangiz bormidilar, uni duosini olganmidingiz? Ha, meni onam bor edilar, ularning duosini olgan edim. Hazrat Umar Odil tiz cho'kdilar. Uvays dedilar. Duo qiling, gunohimni Alloh kechirsin deb yig'ladilar. Buni hamma qarab turibdi. Uvays Qarani aytdilarki, "Ya Amiral Mu'minin, siz bunaqa o'tirmang. Siz hammamizning amirimizsiz, Rasulullohning xalifalarisiz. Bunaqa o'tirmang." Dedilar, Hazrat Umar Odil aytdilar. "Ya" dedilar. Uvays dedilar. "Men Rasulullohdan hadis eshitgan edim. Rasululloh aytgan edilar. Mana bir ummatim bo'ladi, u Yamanlik bo'ladi. U Murodlik bo'ladi. U Qaranlik bo'ladi. Uning oti Uvays bo'ladi, otasining oti Omir bo'ladi. Uning qo'lida oqi bo'ladi, tangada qolib tuzalgan bo'ladi. U onasi bo'ladi, onasining duosini olgan bo'ladi. Shuni ko'rgan odam duosini olsin, shuni duosi ijobat bo'ladi deb eshitganman. Duo qiling ya Uvays." Hazrat Uvays Qarani, "Ey bori Xudoyo, Amiral Mu'minin Umar ibn al-Xattobni Allohim mag'firatligiga duo qildilar." Buni qolganlar eshittirdi. Yana bir odam savol javob qildi. "Siz Yamanlikmisiz? Siz Qaranlikmisiz? Siz Murodlikmisiz?" Aytdilarki, "Umarni ko'rganmiding?" "Ko'rgan edim." O'shandan keyin Hazrati Uvays Qaraniyni hech kim ko'rmagan ekan, yo'q bo'lib ketgan ekanlar. Agar men odamlarning ichida yursam, odamlar ibodatini qo'yib faqat mendan duo olib ketadi bular deb hozirgi kunda Suriyada Raqqa degan joyda Bilal ibn Raboh bilan yonma-yon ko'milganlar. Uvays Qarani aytmoqchimizki, birodarlar, onasini hajga olib kelgan, otasini hajga olib kelganni biz duo qilmaymiz. U bizni duo qilsin. U bizni duo qilsin. O'sha birodarlar bizni duo qilsin. Amin. Allohim ota-onalarimizni xizmatini nasib qilgin. O'shalarning duosini nasib qilgin. İlaha ve sallallahu ala hayri halqi